Xo'sh, bu ustarani kimdir olaganmi o'zi? Atigi bir marta mo'ylovimni qirganmi? Jo'shqinni o'g'limi? Ladosha, nimaga meni hammaga rashk qilaverasiz? Axir baribir sevmayku. Sizdan boshqasini ko'rmaydi ko'zim. Ey jonim, rashksiz erkakka jannat harom deyishgan. Bu odam bo'lmadi-da. Endi bildim buni qayerga ishlatishdi. Aytchi, rashk qilmasdan kimlar sevadi? Kaltak esa Nima deysan-a? Amaki, uyimgacha topib keldingizmi siz? ha, top kelaman-da. Nima qilyapsan bu yoqqa? Vahshi men hayotimga aralashmay, surim o'tdi amaki. Mo'latganmisan? Hozir shevang boshqacha edi-ki. Nima deb tashyapsiz amaki? Og'izga erik berma. Hozir og'zimga emas, qo'limga erk beraman. Amaki, men nima bog'lab qo'ydingiz? Hozir o'zim bilaman men seni. Amaki, shunday sochim nima qilib telasiz? Endi o'zingga o'xshading-da. Sochingni ozgina olib qo'ydim. Boya soching paketga o'xshayapti. Bu qilgan ishingiz bilan ko'nglimni juda og'ritdingiz. Sochimni olgan bo'lishingiz mumkin. Ko'nglimni endi qaytib ola olmaysiz. Bu yana boshladiga motivatorlaydi. Ko'nglingga oyog'im tiray deydi. Kullum sovib ketdi, jigar. Nima aytasiz? Xuddi siz turqizga o'xshab. Nima degansiz o'chiga? Ayni aytaman-da, ko'nglimga olmay. Olib bergan zubachiska emasmi? Qachon siz olib berasiz? Kecha bitta lavash olimdan ikkita zubachiska qilib qo'shib oldim sizga bitta. Menga o'tmishni gapirmang. Men gapirsam minnat bo'lib qoladi. Umrimga minnat qilmagan odam. Gapiring, men sizdan qarzdorchilik joyim yo'q, gapiravering. Endi ishdi. O'sha kuni siz ertash turasiz, men ertalab uyg'otib yuboring deganingizga uyg'otganman-ku, o'sha hisobga kirmaydim. Qanday hisobga kiradi? 6 ga uyg'otib etsam 11 ga uyg'otibsiz. Nima farqi bor? Zato uyg'otdimmi? Round. Menga round qilmang. Endi ishlaysiz. Maktab payti bitta qizdan tayoq yeyotgan payti bor, ajratganmanmi? Biron narsa so'ramaganman sizdan o'sha payti. Baribir ham shu maktab payti taq ekansizda siz. Men o'sha vaqt tayoq yemayotgandim lekin. Hurmat qilyotgandim siz bilan. Qanday? Asilbek yordam berib, kuchingda tayoq yeyotdingizki. Endi bunisi oshib tushdi Asilbek. Maktab payti bo'lsa maktab paytida eslaysizmi, Nasibani yaxshi ko'raysiz, xat yozuvdingiz. Mendan olib borib berishimni so'radingiz. Men olib borib berdim, minnat qilmaganman o'sha vaqt. Gapirish bo'lsa gapirishda. Men nomimdan o'zingiz xat yozib, o'zingiz yetib bergansiz-ki, men unga xat yozmaganman. Semiz edi u. Maktab payti sizga itam qaramaychi edi. Hech bo'lmasa shu Nasiba qarasin deganman-da sizga. Bu yaxshilik-da, bu odamdan yaxshilik qoladi. O'sha qizga ham berasizmi kelib? Aytgancha sizni ko'rsam so'rayman deyverdim. O'sha kun yomg'ir yog'ganga, naskis qo'l bo'lganga o'zim naskini berdim. O'sha hech berish niyatingiz bormi, yo'qmi? Yo'qmi-yo, shu naskini ham so'raysizmi? Odam emas ekansiz, ketdimi? Hey! Ha, Yo'l bu tarafga. ishingiz bo'lmasin, men shu yerdan ham ketaveraman.